Ma'lumki dinimiz qoidalariga ko'ra hech kimi bo'lmagan yetimlarning homiysi davlat hisoblanadi. Davlatimizning bosh qomusi 77-moddasida yetim bolalarni davlat o'z qaramog'iga olishi alohida belgilangan. Hozirgi kunga kelib yurtimizda bu borada keng ko'lamli amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan har yili o'nlab yetim bolalarga yangi xonadonlar qurib, mulk qilib berilmoqda. Ana shularning sharofatidan Xudoy tabolga taolo nurini to'kib qo'yarkan. Bu rahbarimiz, yurt rahbarini mana shu yetimlarga qilgan muruvvatlari albatta bu o'zicha emas. Bu Allohning marhamati, mana shu yurtimizda olib borilayotgan oqilona siyosati bir ko'rinishi ekan. Ya'ni yetim yoshlar mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan bir paytda davlat ularning yonida ekanligini his qilmoqda. Ya'ni bola voyaga yetsa, otasi uni kafilligini oladimi? Yetim voyaga yetganda biz davlatimiz uni "Men dadasiman" deb turib, kafilligini olib turib, hatto uylarni qurib beryapti. Birgina 2024-yilning o'zida Farg'ona, Samarqand va Toshkent viloyatlarida 100 dan ortiq yetim yoshlarga yangi uylar topshirildi. Bu ijtimoiy himoyaning jonli ifodasidir. Bundan tashqari, mehribonlik uyi tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni o'zgacha takliflar, bu ham albatta yurtboshimiz takliflari, yetimxona degan narsa bu maydalashdi. Ya'ni maydalashdi deganim qanday? Bir katta muassasada emas, xonadonlarda insonlarga taklif qilindi. Ana shu bitta xonadon qanchadir yetimni olib qaramog'iga olsa, unga davlat qanchadir yordamlarni qilyapti, soliqlardan ozod qilyapti, o'sha bitta yetim yaxshi qilganligi uchun. Va yetim o'sha xonadonda o'sib turib voyaga yetyapti-da, ota deyapti, ona deyapti. Va nima kerak bo'lsa, ana shu yerga muhayyo qilib beryapti davlatimiz tarafdan ham, o'sha ko'makka olgan ota-ona tarafdan ham o'sha narsani ta'minlab berilyapti. Bu bilan jamiyatda bir yetimni ko'ngli ko'tarishlik bilan inshaalloh o'sha jamiyatga nur yog'iladi. Chunki payg'ambar alayhisalom marhamatlari borki, kimni mushkuli oson bo'lishini xohlasa, yetim boshini silasin dedilar. Kimni yechilmay turgan qandaydir bir muammosi bo'lsa, yetim boshini silasin, albatta Alloh o'shani yetimni boshini silagani sharofatdan unga katta bir marhamatlarni beradi dedilar. Bu narsani davlatimizda hozir yo'lga qo'yildida, yetimxona degan muassasa yo'q bo'ldida, xonadonlarda 6 ta, 10 ta, 12 ta va hokazo yaxshi insonlar ularni qaramog'lariga olib turib, chiroyli qilib tarbiyalab, voyaga yetkazib, ularni o'z o'rniga topshiryapti. Bu bilan doimiy nazoratda bo'ladi, kechasi kunduz nazoratda bo'ladi. Bu bilan oilada o'sha farzandlarning qatorida o'sib, ulg'ayib, qalbidagi kimchilik bo'lmaydi va oila o'zbekona tarbiyani topadi, o'zbekona muhitda o'sadi. Inshaalloh hech qanaqangi bir muammosiz kelajakdagi o'z o'rnini topib ketishligida Xudoy taoloning bir inoyati bilan ularga oson bo'ladi.